Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Feta'ala Allahul melikul hakk ve la ta'cel bil Kur'an min qabli en yuqada ileyke vahyuh ve kur rabbi zidni ilma deydi. Jarattın Allah'ım İsra suresinin, subhanallah, Taha suresinin 114. ayette çınığı, padişah Allah uluktur deydi. Ve la ta'cel bil Kur'an min qabli en yuqada ileyke vahyuh. Kur'an'ın vahyisi düşüp bütkönge çeyin Kur'an'a aşıkpa deydi. Ve kur rabbi zidni ilma. Rabbim menin ilimimdi ziyada kıl, arttır degan ma'ni. Bu sure Taha suresi Mekkiye. Mekke'de düşürülen. 114 ayattan turadi. Mana ushul 114-oyatdan turadi emas, ushul ayat 114-oyat. Ushul ayat nega dalolat qilyapti? Qur'on 114 sura menen mukammal bo'ladi. Subhanallah. Biroq Alloh taolo ma'nisidagi Qur'on saga to'liq tushib bitmayincha Qur'onga oshiqma deydi. Ilimimni ziyoda qil deydi. Ankeni vahiy tushgan sayin payg'ambarimizning ilmi ortavergan. Tushundingizlarmi? Emi subhanallah. Qur'on to'liq tushalik, biroq 114-oyat. Bu bir dalolat qiladi o'sha. Ondan keyin Bismillahirrahmanirrahim deb bismillahni fatha boshlanishi bismillah bilan boshlanadi. O'sha yerdan tartib har bir so'zini eslab kelsangiz, masalan bismi birinchi, Alloh yoki Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4, Alhamdu 5, Lillah 6 so'z deb eslab kelsangiz, Qur'on so'zina kelganda mana qarangizlar. Qancha bo'ladi ekan? 41154. O'shancha 41154-so'z Al-Qur'on bo'ladi ekan, bil Qur'on. Maşallah. Bu neni tushunib o'tmaydi. Mana qarangizlar. Endi ushul fata'alallohu malikul haq degan oyatdagi tamg'alar, quralgan tamg'alar 19 tamg'adan quralgan. Eslab chiqsangizlar, fa var, ta var, ayn var, lam var, alif var, lam var, kaf var. Shu 19 tamg'adan quralgan. Endi qarangizlar. 19 ne? Bu 19 bismillahning bismillah deb boshlanadi. Bismillahirrahmanirrahim degan sözün tamgalarini eslesangizlar 19 ta tamga var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb oyog'ina chayin 19 tamga. Vaqtni so'zbaylik, eslesangizlar, keyin o'zingizlar eslesangizlar. Ma'qulmi? 19 tamga. 114 sura. Oyatdan so'ngi. Oyat. 19 quralgan. 19 bismillahning tamgalari. Endi bu yerga ko'yituvni qo'yaylik. Eleman qari, telefoningiz yonida? Davud qari. Ha, ko'yituvni shuni. 19 ni ko'yitasiz. 19 114 ko'yituv 19 19. Barobar qancha ekanini aytingiz. Bismillah. Qancha chiqdi? Ayting. 41154. Subhanallah. Qur'on so'zini chiqib qoldi. Bu da olsa bir shunchalik donishmandlik, hikmatlilik bilan, chevarchilik bilan quralganda bu qiyomatgacha shunday mo'jizalar chiqaverayotgan bu Qur'onda.